Salom do'stlar, sizlar bilan Daybo. Bugungi videoda mening uyimga qarang. Juda boshqacha. Men kompyuter sotib olishim kerak. Bu yerga jihozlar qo'yaman. Har xil. Yoppa. What the fuck? Yan blok grafikka o'tamiz va ularni sekinga qurib qo'ysak ham bo'ladi. Bo'ldi buni. Endi bunga ularni qurib qo'yamiz. Endi survivalga yotib qo'ysak ham bo'ladi. Bir eshikni olamiz endi. Mavzuda sen do'konlarni bilasanmi? Ha, shu shaharda. Mayli. Ana endi sen o'lasan shu. Shunchalardan olmayin degan edi. Bo'ldi. Kim menga yomon ish qilsa, men shunday otaman. Ketdik yana endi. Bu yerdan ketamiz. Men kompyuter olib olishim kerak. Hozir shahardan olib kelaman.